Assalomu alaykum xalifa oliylari. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Qanday ahvollari qozi qalan? Allohga shukr. Meni muhim bir ish uchun chaqirtibdi ekanlar. Shundaq. Hiliqi yig'ilgan baj mollari chiqim qilinib, yasalgan yangi yo'llarning ichilishiga ati biz bilan birga basılar. Alloh o'zi yordam qilsin. Yaxshi ishlar orqali xatoliklarni o'chirsin. Kechirsizlar xalifam. O murasimga mening berishimning hojati yo'qmikin? Biz bilan birga shu yerda turib ba'zilari texmi yaxshi bo'larmikin? Bu sharafdan mahrum qiladigan bo'ldim. Kechirsizlar xalifam. Vazir Asran, berib, men topshirgan ishlarni boshlasizlar. Bosh ustiga xalifa oliylari. Qaytishimga ijozat bersizlar. Sizlar omon bo'lsizlar qozi qalan ota. Nemishqi biz bilan birga bormaydilar? Bu xil murasimlarga qatnashishimning zaruriyati yo'qmikin? El avamning ahvolidan xabardor bo'lib kelamiz. Fuqarolarning hol kunini rostli bilgilar bo'lsa, buningga boshqacha amal bor. Davomlashtirsizlar. Ömer ibn Xattab radhiyallohu anhu kechalari o'zi yolg'iz ko'chalarga chiqib, kishilarning ahvolini o'z ko'zi bilan ko'rib keladi ekan. Durust, yaxshi amal ekan. Ammo sirtli kishilar to'nib qolmasmi? Toj va sallalarni elib etib, odatdagi fuqarolardek kiyim kiyib chiqadilar. Odatdagi fuqarolardekmi? Shundoq oliylari. Payg'ambarimiz Allohdan o'zini faqir miskinlar bilan birga hashr qilishni tilagan. Sallallohu alayhi va sallam. Zindonni tamoqxonaga aylantirib oldingmi nima? Bodek. Ishni taqa, eshitmini ko'ramayapman. Shaparinglarda qorong'ulikqa ko'nib qoldim-da. Allah cacağını bersin Eşman. Eşman begimde, bedbaxt. Allah cacağını bermiş Eşman begi bedbaxt yaqib. Tilim kelmayapti o. Mezlik pıravatı. Bu zindanın tamaq emas-ku. Bu nedin geldi? Qazi qalanning mahrimi. Dostum Zerzur yo'qlab ketdi-kan. Kim ruxsat qilibdi onunga? Qazi qalan hazratlari. Qazi qalanga itirazim bor o'xshamamda. Nemiş itirazım bu kadar? Hemimiz adalet için hizmet kılıbatımız var. Adalet için? Ma gapni. Adalet için. Adalet için. Adalet için. Adalet için. Adalet için. Meni sirtib vadida. Kechirsizlar xonim. Jiyanimning uyga boradigan yo'l buzilib ketibdi-kan. Shunlashqa tast keldim. Muhimi, ahvol yaxshimikan? Alhamdulillah. Alloh salomat qilsin. Rahmat xonim. Bir hojda bo'lsa, esun vadida. Alloh rozi bo'lsin xonim. Inshaalloh ata xalifa otam yangi yo'llarning ichilishini qilmoqchi. Yo'llar kishilarga qulaylik qilib kelgan bo'ldi. Alloh xalifamizga barakat bersin. Buğamızga hikoya aytib berdi, qachon keladi? Balam ibn Ba'uraning hikoyasiga qiziqib qolgandim. U rostilla Allohning payg'ambari Musoga beddua qilami? Unutma, u degan ism azamni bildi. Duo qilsa ijobat bo'ldi. Buğam oxir keldi. Kechikib keldilar buva. O'rinni to'ldiray bolalarim. Qani o'ltiringlar, qissani davomlashtiray. Balg'am ibn Ba'ura Allohning payg'ambari Musa alayhissalomga va uningga ergashgan kishilarga beddua qilishni qaror qildi. Eshigiga minib taqqiravan bo'ldi. Kan'onliklar bo'g'isi ishlarga qiziqib, uni saqlab turibdi. Mana bu o'rin eshak. Nim bo'ldi sana, ha? Mana. Voy can. Voy, meni itib etding bu. Voy, Jim, asta mana.
Yak. Asta. Oy can. Hep sana da yaktım başkası Mika. Sen zannet git sen Belam. İşek gep kıvatıdı o. Kızık iş. Toğdayım. Toğa. Aslı kızlık boğun senin işin. Mening işim bilen senin nemi karın? Periştilerinin aldığım tuzvaqanı kömeyi vatam sen. Periştiler seni nemiş kıtoskıdak. Xüpsenlik qilma. Allah'ın peygamberi ve müminlerge beddua qilishga vatsan go. Şunun qımangdım. Senin nemi işin? Men degen erkin adam. Toğru hatani sen işektin ügemisen mi buludu? Düşendin mi? O kodur işek. Mana mısın? Mana mısın? Belam ahır çıktı. Belam Hazretim ahır çıktı. Kapşık. Belam Hazretimni tiniş koyunla. Qani merhamet Hazretim. Dua qısıla. Ey Rabbim. Ey Allah'ım. Senin ulug' isimlerinden hakkı hürmeti üçün halak qılgın. Xalqimni halak qılgın. Nime davatıdılar? Ey Allah, medet qıl. Musa'nın adamlarga yordam qıl. Nime davat qalıqlarını bilip atamlar Belam. Ulaq emas bizga beddua qilyaptınız Hazretim. Men tinch qo'yinglar. Neymiş qılıp atıldılar? Belam Hazretim. Allah mening ustimdan g'olib keldi. Allah her vaqt g'olibdir. Qaranglar, kenalliqlar tog' ustidan bizga qarayotdi. Nim bo'pti? Cho'qim bizga bir qarish plan qilayotgan gap. Allohning payg'ambar Musa aytgandek o'rinsiz gumanda bo'lmaz Zimri. Bizga dushmanlik qilayotganlarni yaxshi deb o'ylamdik. Hozirgacha ulardan dushmanlik ko'rmadik-ku. Allah bizni yomonliklardan saqlaydi Zimri. Shundaq Allah dengizni yerib bizni Fir'avn, Haman va ularning qo'shinlaridan saqladi. Bo'ldi qilinglar. Bu mo'jizik voqeani anglab berishdan bek zerikib ketdim. Sen zaten nima o'ylayapsan, o'g'li? Bizning kuchimiz bor, tag'a. O'zimizni qo'g'dash uchun ularga avval hujum qilishimiz kerak. Tag'a. Allohning payg'ambari Musaning buyruqi siz hech kimgacha qilmaymiz. Oxir chiqmas jidilinglarni yig'ishtiringlar bo'ldi. Kimsan? Bu yoqqa qandoq kirding? Mening kimlikim, qandoq kirganligim muhim emas. Muhimi sening kimliging. Bu yerdan chiqib kishilarning yuzi qarayolmasa, Men degan yurtning cho'ngi. Men ularning oldiga chiqa olmayman. sen mag'lub bo'lding. Qaysi so'zing bilan chiqsa, men olim emas, yaxshi odam emas. Sizlarni duo qilib qutqizolmayman demsa, Bo'ldi bas, so'zlama. Sana yaxshi gap qilyapman. Meni o ishqingni o'g'andek urmoqchimisan? Meni to'la masxara qilmay, yordam qil. Yaxshi. Avval sen haqiqatni e'tirof qilishing kerak. Hozir qiyin ahvolda qoldim. Belam. Dunyomi, dinmi qo'ldan ketdi? Dining qo'ldan ketdi. Dunyoning ishonga kelsak, hozirim umid bor. Yordam qil. Yaxshi o'ylab boqqin. Ularga beddua qilammidim. Chunki Alloh ularning yonida. Agar Alloh ularga g'azab qilsa, ondan ularga la'nat yog'dirdi. Durust. Men qayta o'ylab boqay.
Bizni nemish qiyiqdilar, Bal'am? Bal'am hazrat desilar, so'r. Yo'q, bizga beddua qilgan kishini begim demdiman. Haddillardan oshmisizlar, so'r. Qo'liqimiz silda Bal'am hazrat. Qani so'zlisizlar. Gepimni yaxshi anglanglar. Qiz ayollaringlarni chiroyli yasandırıp, qo'llarga mal-mata tutqizib, düşmaninglarning yeniga avatinglar. Ularning erlaridan o'zini ep qochmaslikni topilanglar. Muşum iş oldu mu? Tazımı bir. To'xtang, so'zni anglab boqayli. Agar ularning birisi gunoh o'tkazib qolsa, vabalini hammasi tang tatidi. Hammasi. İşlar planlaganda ketivatamda Bal'am hazratim. Çataq yo'q. Bu ya qizim kasbiy quludu. El yurtning manfaatini deb uni bu vazifa uchun avatiman. Yaxshi, shundoq qilganliklarini bilatdim. Rahmat sizlarga. Nemish bu? To'xtang, hey Mumay. Nega borsiz? Davran bilan billa Mushaning qavmiga boyma. Mushaning qavmiga boyma. Siz bu yerda qiling. Boshqalarning ishiga daxl qilmang. Qani, beringlar. Vazifanglarni yaxshi ado qilinglar. İsiletirler. O'xshagan meyvelar. Qani kim alıdı? Ular bilan qarın bo'lmasin Zimri. Shaytonning kayni kirib, ular qarab solsan. Xushbiroqlik esiletir. Qani purab baqsizlar? Shalom, nima ish qilyapsiz? Sizga meva-chi va atir olaymikin deyman. Lozim emas. Uyga qaytib ket. Havo bek sovuq. Bo'pti. Kirib ketay. Bo'pti amsa. Hech nima sotanmadim. Biror kishi bilan paranlashanmadim, Kasbi. Yana bir qatim sinab boqqan Shayrut. Qani meva yeslar, hocam. Bu planning ahmidi Bal'am hazrat. Aldirab ketmanglar. Azroq ta'xir qilinglar. Ayollarimiz qaytib kelib bo'ldi. Ulardan birasi gunoh o'tkazmabdi. Ularning hech qaysi ayollarga qarabmi qo'ymabdi? Ular Rabbiga shu darajada ishinamdikan. Men butun kuchim bilan tirishib, eng yaxshi chorani o'ylab topgandim. Undaq bo'lishi mumkin emas. Qizlar kasbi ko'rinmaydi-ku, so'r. Texi qaytib kelmabdi. U eng oxirgi umidimiz bo'lib qoldi. Qaranglar, Kasbi qaytib kelyapti. Ep ketgan mevalar qani qizim? Zimri ismli bir yigitga berdim. Aprin. Hammasi planlagandek bo'ldi, Bal'am hazratlari. Aprin, g'alba qildik. Oxir g'alba qildik. Ularni aloq qilib aytgandek so'zlab ketdilar Bal'am. Ular amaliyotda Alloh bo'lgan tursa, birisi gunoh o'tkazdi. Endi hammasi jazosini tortidi. Hammasi. Qayerdayding Zimri? Sening nima qarang? Mevit qiz bilan paranglashganligini ko'rdik. Keyin yo'qolib ketding. Bu gaplar rasmo Zimri. Hayim bilan ishqinglar. Ajab ma'no nasihat qilib ketdinglar-ku. Ular sana yaxshi bo'lsin deydi o'g'lim. Mana nimaning yaxshiligini o'zim obdan bilaman. Sizlar eng yaxshi haqni ishotol aralashmanglar. Dadangdek odam bilan bundaq paranglasang qat'iy bo'lmaydi Zimri. Qanday qilaylik deng Finhas? Adaplash kuchim yetdi juma.
Bo'ldi. Bo'ldi qilinglar. Urushqanning nima foydasi? Ha? Nim bo'lyapti ayım? Butun bedenim qattiq og'rib ketyapti. O'ta qizib ketibdi-ku. Bo'lolmayapman. Su içiringlar. Men Allohning payg'ambari Musaning yeniga berib, ahvolni ma'lum qilay. Allohning payg'ambarini manol qilmaslar. Yaxshi bo'lib qolaman. Voy jon. Mening qo'sig'im og'riyapti. Voy jon. Ularninki qandoq bo'ldi buva? Ular taun bo'lib qoldi, ya'ni taun kesiri. Voy xudoyim, taun degan vabo kesilg'u. Hammasini ketami buva? Vaqt va kashf ketibdi bolalar. Davomini Xudoyim buyursa, ati etib beray. Bo'lamdi. Ma'qul buva. Aman bo'ling. Allohga omonat qo'zam. Azroq meva sharbati ichamdilar ata. Yo'q, bo'ldi. Sirtda ishim bor edi. Mush kechada oshuncha olam uyumish bormi? Kim bilan? Bu degan maxfiyatlik aytolmayman. Mendan sir saqlamdilar. Savol so'ravaman qizim. Ati bilib qolasiz, inshaalloh. Tesbih bilen turgan bulut Kılgay dua gökte yürür Can kıyganğa su tenligen Ah gönüllerini kürür Yığazar birle kudur Yum tüker gözyaşlarını Taşlı kaşka bağrı taşlar Peygamberini tirik kül Dağlar yer başını izmin tüker yaşını Bul eyle Allah'ın tevbimizni Rahim eylem bendiniz bir Hem utanmaz hem acayip Kur'an'da Var hakkında isler Dağlar yer başını izmin tüker yaşını Bul eyle Allah'ın tevbimizni Rahim eyle bendiniz Zahitler ki ibadetkarlar Mağrurluğu kuru koyar Nefsinin kuluyum sallar Akibette hayran bular Tevbe kılsa günahkarlar Nurlar tular Tevbikarga iman kanattı Pervaz kini büyük uçar Dağlar yer
yaşni Sümtüken yaşni Kubul eyle Allah'ım